ishchini aybi emas. Bu budjetdan keladigan pul. U yoqdagilarning aybi. Kommentariyaga bularga rahmatni yozib ket endi kommentni. Avval so'kib yozdingmi, endi bularga rahmatni aytib yozib ket. Menga kerak emas rahmating. Yoz kommentariya, tamom. Bugun 2025-yil 11-oktyabr kuni. Ko'rib mazza qilinglar. Biz sizlar bilan Xorazm viloyati Hazaras tumani Yangi bozor qishlog'ida joylashgan A380 yo'lini davomi bo'lmish palon nomerli, u yog'i esimda yo'q, yo'lni remont qilish, ya'niki chuqurlarni yamash jarayonidamiz. Kechagi videomiz Xorazmcha Shevada bo'lib ketdi. Uzr, ikkinchi qismi, bu uchinchi qism. Mana hozir kadrlar davomida ko'rishlaringiz mumkin. Bo'lmaydi, foydasi yo'q, tanqidni, boshqasini degan odamlarning diqqatiga bo'ladi bu. Imенно biza bu ishni qilishimizdan maqsad odamlarni uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilish maqsadida kimlarnidir mashinasini haydovchilari ketib oilasini rizqini qirqilishlarini oqibatini olish uchun harakat qilib tanqidiy videolar chiqardik va Hazaras tumani tomonidan, mutasaddilar tomonidan, yo'l idorasi xodimlari tomonidan rahmat hammaga. Mana hozir remont ishlari boshlandi. Bu remont, aytib o'taman, 2025-2029-yil davrida betonlashtirish ishlari olib borilishi uchun tenderda o'ynalib, yutib olindi va loyihalarda ozgina o'zgartirish borligi uchun kechikib turibdi. U qachon hali beton bo'ladi? Keyingi yilmi, undan keyingi yilmi? Bu 29-yil dasturligi uchun ungacha biz qanaqa qilib yuramiz deb tanqid qilganimizdan keyin vaqtinchalik foydalanib turish uchun bo'limini to'g'rilab berish maqsadida remont qilib turishibdi. Bu absolyutno yangi asfalt degan narsa emas. Uning uchun pul ajratilmagan bu yerga. Bu odamlarga qulaylik qilish maqsadida eng chuqur, eng og'ir ahvoldagi yo'llarni, chuqurlarni yamash uchun bu minimal remont. Lekin shunga ham anchagina rasxod bo'lib turibdi. Kadr davomida ko'rishlaringiz mumkin. 11-oktyabr kunisi Tassaka-Urganch magistral yo'lining 65-66 kilometr oralig'ida Hazaras tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasi korxonasining xizmatchilari ta'mirlash ishlarini olib borilmoqda. Bunda korxonamiz balansida bo'lgan texnikalar hamda chuqurchalarni ta'mirlashga ketadigan kerakli materiallar bilan to'liq ta'minlangan. Uzilishlar bo'lmaydi. Xudo xolasa bundan keyin ham ishlarni davom qildiramiz jamoamiz bilan birgalikda. Rahmat. Rahmat sizga. Yetsa bo'ldi bu hali endi. Endi dana aytmasam, Ivan tarafdagilar ham bu xudo xolasa dalchi yo'llarimiz xudo xolasa. Hozir bunday biz havo salqinlashtirib, kichkina bir mashina olmasak. Tushuntirib o'taman. Hozir bu yerdagi ish chuqur joylarni yamash bo'yicha bo'lib turibdi. Texnikamiz mana shu baland bo'lib qolgan joylarni, katta mashinalar tormoz bosgan vaqtda yig'ilib, ko'tarilib qolgan joylarni qirib o'tish bo'yicha texnika hali yo'q. U hali kelmadi. 1-2 kunda kelib qolishi kerak deb aytdilar. Hozir chuqurlar yamaladi. 1-2 kundan keyin xudo xolasa u apparat kelgandan keyin mana shu yerlar qirib tekislanib ketiladi deb aytdilar. Mana shu hozir yirtilgan asfalt, mana katta mashinalarni endi surib o'tgandanmi, nimadandir bo'lgan, mana tormoz bosgan vaqtda tegidan qo'pchigan, ko'tarilgan, yirtilib, uvalanib yotibdi. Mana ahvoli, mana. Buni ustidan hozir asfalt qilganning foydasi yo'q. Shuning uchun hozir kerakli bo'lgan spes texnika kelishi kutiladi. Chuqur joylar yamaladi, bular qirib olib tashalinadi. Mana ko'tarmayotgan mana shu uvalanayotgan asfalt mashinani, hattoki mototsikl velikni ham ko'tarmaydi. Mana buni ustidan yamaganning foydasi yo'q. Shuning uchun bu qirib olib tashalinadi, musorga ketadi va qaytadan asfalt qilinadi. Buning uchun adashmasam necha 1000 nechadir tonna asfalt kelish kerak deb aytdilar bunaqa joylar uchun, katta chuqurlar uchun.
U negativ. Birinchi videoni qo'yib ko'rsatdim. Foydasi bormi, foydasi bormi, foydasi yo'q. U dedi, bu dedi, onadan so'kdi, otadan so'kdi, hokimiyatni so'kdi, yo'l qurilishini so'kdi, boshqa qildi. Mana negativlar so'kdi, kommentariyaga yozdi. Ikkinchi videoni qo'yib ko'rsatdim. Mana chuqurlar yamalish jarayonida dedim. Mana hozir endi 3-videoni qo'yib ko'rsatyapman. Mana ishlab turgan texnika. Holatni ko'rsatdim. Qanaqa bo'lishini. Dalsi qanaqa bo'lishini ko'rsatdim. Bularning hammasi mablag'ga bog'liq. Mablag' vaqtida kelmayapti, vaqtida qilinmayapti. Bu faqat mana bu yerda lapatka ushab ishlab yurgan ishchini aybi emas. Bu budjetdan keladigan pul. U yoqdagilarning aybi. Kommentariyaga bularga rahmatni yozib ket endi kommentni. Avval so'kib yozdingmi, endi bularga rahmatni aytib yozib ket. Menga kerak emas rahmating. Bu tenderda yutilgan joy. Buni xitoyliklar kelib, yo'lni kengaytirib, asfalt o'rniga beton qilish kerak. Rahmat bularga mana shu chuqurlarni yamab bermoqchi. Tamom vassalom. O'zi shu turishida ham akidlashtirib bersa bo'ladi buni. Yo'l o'zi ta'mirtalab bo'lganligi uchun betonlashtirishga tushgan, tenderga qo'yilgan. Shu turishida akidlashtirsa ham bo'ladi, tushunyapsanmi? Lekin yamab rasxod bo'lsa ham, ish bo'lsa ham qilinib turibdi shu. Yoz kommentariya, tamom. Mana bu hozirgi kundagi asfaltning ahvoli. Mana shu narsalarni qirib olib tashlaydi. Qulay bo'lishi uchun, tormoz bosganingda mana bu sholadalarga o'tib ketmasliging uchun. Aytsam, o'rtoqlaringiz bor, sinfdoshlaringiz bor, kursdoshlaringiz bor. Ularga foydasi yo'q sizni kimligingizni. Kod chumo deb telefon qiladi, SMS yozadi. Mana hozir ham отчет ularga alohida. Foxpom Kristavet Kalamushlar kengashi degani, kstati, bilasizmi? Men kecha bundan oldingi videoda aytganman, abet vaqtiga kelishar ekan, xudo xolasa abetni cho'tki qilib gref qilamiz deb aytuvdim. Bular nechida kelishdi? Texnik nosozlik, kechikish, asfalt kelmay qolishi, mana shunaqa natijasida bular hozir soat 6:30 bo'ldi, kelganlariga 1 soat bo'lgan bo'lsa 5:30 da kelishdi. Napitka olib kelamiz deydigan bo'lsak, ishlab turgan odamga shirinlik hisoblanadi, kola fanta to'g'ri kelmas ekan. Abet vaqti emas, shashlik so'ngsi olib kelamiz desak, u ham to'g'ri kelmas ekan. Abet vaqti bo'lganda edi, dam olib o'tirganlarida u bo'lardi. Ertaga yo indin kunduz kuni abetroqda qilinadigan bo'lsa, abetga to'g'rilab baribir qilamiz bu narsani. Turibdi mana shu chap taraf ha mana shu yerda turibdi. Asfalt kamroqdan har kun kechqurun, abetdan keyin, abetda asfalt qachon kelsa, o'sha paytda qilinadigan bo'ldi. Chunki bu asfalt viloyatdan, ya'niki Urganchdan kelib turgan ekan. Hazaras tuman elektrozetda bu ishga aloqasi endi yo'q. Chunki asfalt zavodda o'zi ishlamayotgan ekan.